Kuyovlar ham aziz ota-onalarga o'xshab yaxshi bir oilani barpo qilib, kelajakda elimizga, xalqimizga bir nafi tegadigan yaxshi bir oila bo'lib yetishiga tilakdoshman. Mana o'zini halol mehnatlari bilan bugun orzu qilib, niyat qilib farzandlarni unib o'stirib, kamolat yoshiga yetkazib, kamolni baxtini, saodatini ko'rib quvonib to'lib tashayotir. Kelinchak qiz Diyora xonim. Kuyov yigitimiz Quvondiqning oltin astonasini, Buyuk kashonasini Tohir Suhrodek, Farxoshchilik qo'shiqlar farzandlarga to'ldirib, bir umrga qo'shaqari baxtli, saodatli bo'lish sizlarga nasib qilsin. Davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarga, yigitlarga, qizlarga xush keldilarini aytib, xonadon sohiblariga muborakbod qilib, ulardan baxtini, saodatini tilab, mana shu chiroyli to'yimiz davrasini ochiqcha e'lon qilmoq uchun davraga mahallamiz, elimiz katolasi hurmatli qadamboyiga sizni davraga taklif qilmoqchiman. Kelin davramizga to'ylar muborak bo'lsin, elimizga kelin muborak bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Marhamat, kelin. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli davra qatnashchilari. Zumra shamlarimizda qadrlanan bolalarga mashhur sharofatlarni farzandlar yoshlar muloqot farzandlar o'quvchilarni tabriklayman. Yoshlar baxtli bo'lsin. Men orzu tarozi ichida tashaman. Shu davramizga taqolar mavzulardan so'roqlarimizni so'rab qolaman. Davramizni ochib ketaman. Rahmat. Salomat bo'lib, sog'lom bo'lib, ana shunday to'yxona bo'lsin, baxtga to'lsin, saodatga to'lsin.